Keyingi savolni o'qiydigan bo'lsam, boshqa reklama olish yoki qaysidir mahsulot qurilish sohasidan boshqa narsaga ambassadorlik qilish niyatingiz bormi? Xo'p, boshqa reklamalar deganda boshqa reklama обязательно maqsad bor, niyat bor. Chunki именно meniki foydali obzor, alohida misol uchun qanaqadir reklama bo'lsa ham qo'ldan kelgancha qilib beriladi. Komandaga ham mabodo shunaqa taklifli bo'lib qolsa, обязательно maslahat qilingan holatda komanda bilan reklama qilib beramiz. Masalan, liboy narsani, masalan, deylik, uy-joy sohasida основной stroy material kerak bo'lsa, katlavandan to lustragacha bo'lgan mahsulotlarni, masalan, shu rachok deydi, kran deydi, u deydi, bu deydi, lustra, hamma mahsulotlarni o'zimni olib qarasa, uy-joy sohasi bilan shug'ullanayotgan odam reklama qilsa bo'ladi-da o'zi. Nimaki, aslida uy-joy quradiganchilar yoki uy-joy olganlar yoki sotmoqchi bo'lganlar kuzatadi-yu, o'shani hisobiga masalan, stroy material hammasi 100% poзволять qiladi. Masalan, reklama taklif bo'lsa, bemalol ishlasa bo'ladi. Masalan, deylik, vitovoy texnika hamma narsa poзволять qiladi. Chunki bitta xonadon sotib olingandan keyin uning ichiga mebel, texnikalar, hamma narsa olishingiz kerak-da. Hammasi bir-biriga bog'liq. Masalan, boshqa reklamalarni ham taklifga qarab gaplashaveramiz, xudo xolasa. Ambassadorlik, masalan, постоянный yillik dogovor, masalan, shunaqa joylari bor. U yoqlarni ham gaplashaveramiz. Agar bir kishilik bo'lsa ham, komanda bo'lsa ham, bu yog'ini ham gaplashaveramiz. Kelishilingan holatda hammasini qilsa bo'ladi, xudo xolasa. Niyat bor, takliflar ham bo'ladi. Takliflarga sal vaqt bir-ikki bo'lmay qoldi. Va deydi, o'zim 10 yildan shu Bekto'pi bozorida ishlaganman. Bekto'pidan o'tdan taklifli bo'lgan. Sal vaqtiga to'g'ri kelmay qoldi. Xullas, taklifli bo'lsa, inshaalloh qo'ldan kelgancha reklama qilib beramiz. Uy sohasiga kirib kelayotgan yosh blogerlarga nima maslahat berasiz? Hop, uy sohasiga kirayotgan yosh blogerlar deganda, endi yoshini nazarda tutilmagan, u yangi boshlagan odamlarga taklif shuki, agar sotuvga ishlasanglar, imkon qadar uy egalari bilan shu puxta qilib gaplashib olinglar, oladigan pulinglarni, qanaqa vaqt nima, hamma masalani cho'tki qilib gaplashib olish kerak. Endi reklama bo'lganda ham reklama baribir boshida sal qiyinroq bo'ladi. Nima deydi, uncha odam pul to'lagisi kelmaydi. Masalan, o'sha joylari bor. Keyin uyni obzor qilayotganda imkon qadar 2 xil video qo'yib olish kerak. Bittasiga target yoqilsa, bittasini bez target qilib 3-4 minutlik kerak bo'lsa video qo'yib olish kerak. Uyni u burchagidan bu burchagini polni o'tida chiroyli qilib ko'rsatib berish kerak. Xo'p, shuni taklif qilamiz. Xo'p, yana qo'shimcha nimadir takliflarimiz bo'lsa, nimadir maslahat kerak bo'lsa, mabodo o'zimizga aloqaga chiqsa, yana qo'ldan kelgancha o'rgatib boramiz. Keyingi savolga o'tsak bo'ladi. Keyingi savolimiz odamlardan o'dziv. Odamlardan o'dziv nimaga olmaysizlar degan savol bo'lishi mumkin bu. Nimaga olmaymiz? Biz o'zi maqtanishni yomon ko'ramiz, maqtanch olmasmiz. Imkon qadar oddiyroq bo'lishi shu harakatini qilamiz. Endi nima deydi, kimdirlar ko'rsatyapti, 103 kunda sotildi, 3 kunda sotildi, 5 kunda sotildi deb har xil savol javoblar qilishyapti-ku. Ular o'z yo'liga, lekin biza unaqa qilish niyatimiz yo'q. Prosta tak notarius bo'lgandan keyin sotildi deb yozib qo'yamiz. Bizga shuni o'zi yetadi, lekin Xudoga shukr, yomon emas. Keyingi savolga o'tadigan bo'lsam, tekinga reklamaga qanaqa qaraysiz? Xo'p, tekinga reklama degan savolga, xo'p. Endi komandaga o'tishiga men o'z javob bera olmayman. Tekinga reklama bo'lsa, meni o'zimni bitta taklifim bor. Iloji bo'lsa haftaning qaysidir kuni yoki juma kunimi, qaysidir kunini bitta to'g'irlanadi. Haftada bir marta bo'lsa ham bitta odam uyini tekinga reklama qilib beraman. Imенно shaxsan o'zim agar komanda bilan maslahat qilaman, misol uchun agar komandamdan kimdir bora oladigan bo'lsa, ularni ham bo'ldi. Xudo yo'liga tekinga reklamaga chiqamiz deb taklif beraman. Ular ham yo'q deyishmaydi. Vaqtligi bo'lsa borib, misol 1 kishimi, 4 kishimi, misol 3 kishimi
borib tekinga ham reklama qilib beramiz. Duo qilib qo'ysanglar bo'ldi. Lekin hammaga ham emas, haftada bir marta tekinga ham reklama qilib beramiz. Qo'ldan kelgancha hamma narsani cho'tki qilib, tushuntirib, bu qilib beramiz. Xudo xolasa bizdan yordam shu bo'ladi. Otabek aka, mazmunli suhbat uchun sizga minnatdorchilik bildiramiz. Kelajakdagi ishlaringizga omad tilab qolamiz. Oilaviy baxt, kelayotgan yil hammamiz uchun unumli va xayrli va barokatli kelishini tilab qolamiz. Bundan-da ko'p siz bilan yaxshi ishlarda bardavom birga yelkama-yelka turish nasib qilsin. Hammangizga omad, yaxshi bo'lsin. Kelayotgan yil hammamiz uchun barakali va unumli bo'lsin. Salomat bo'lasizlar, o'zingizlarni ehtiyot qilasizlar. Xo'p, rahmat sizga ham shuhrat. Savollarni o'qib turganingizga, har xil yana savollar qo'shib berganingizga. Hop, bizani kuzatib borayotgan kuzatuvchilar iloji bo'lsa podpiska qilib qo'yinglar, xudo xolasa. Endi mana shunaqa yangi proyektda yurg'izyapmiz, xudo xolasa. Qo'ldan kelgancha shu boricha gaplashishga harakat qilamiz. Xudo xolasa qo'ldan kelgancha boshqa sohadagilar bilan ham shunaqa suhbatlarni kuzatib borish uchun agar qiziq bo'lsa, podpiska bosib qo'yinglar, bitta like bosib, kommentda o'zingizlarning fikringlarni bildirib ketaverasizlar, xudo xolasa. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Hammangizga rahmat. Kelayotgan yil hammaga xayrli, barokatli bo'lsin. Ilohim hammaga sog'lik, salomatlik tilab qolamiz. Charchamanglar.